Bu Eydinxo tömür meteorit yani Eydinxo teyinşi deymiz. Meteoritlarınki yaxşı çıkan tömür meteoritlarının yaxşı çıkan bir türü hesaplandı. Bu meteorit aynı vakitte bayqalgan vaqtida her gramı 100 so'm etrafida mangan keyin jiqroq bayqalganlik uchun hozirgi bahsi her gramı 30 so'mdan 50 so'mgacha etrafida bo'ladi. Hamda tömür meteoritlar odatdagi taş meteoritlarga qaragan vaqtida bize qimmatroq hesaplandı. Çünkü tömür meteoritlar bayqalganlari intayin az. Altayninki tömür meteoritidan boshqa ya. Altayninki necha tonna etrafida keldiganlari jiq bayqaldi. Jiq bayqalganligi uchun bahsi tuvan. Hozir necha moddan necha so'm etrafigachalam bo'ladi. Ama o Eydinxo'ninki tömür meteoriti Turpan Eydinxo'dan Aydinko'ldan bayqalgan meteorit bu aynı vaqtda az bayqaldı. Keyin nurg'un meteorit havaskorlar berib izlagandan keyin ko'plab chiqdi. Dastlabki bayqalgan vaqtida ba'zi qimmatroq bo'ladi. Keyin shuning to'rdikilari jiq chiqqandan keyin bazasi bizga tuvallaydi. Bu bir suvduk qonuniyat hisoblanadi. Qarasanglar eski tömürga o'xshaydi mavalatiya. Nurg'un do'stlarimiz eski tömür ekan deb o'ylaysizlar. Çünkü bu tömür hem yeri bırak tömür çıkıyor ya. Yanındaki mavi asta yer astıda tuğan kısmı, yer astıda tuğan kısmı datlaşış bize iğrak oldu. Ma yer üstüde tuğan kısmı karsanlar, mavi kılalet tuğan iken, mavi aptapның köydürüşü, şamalının yalışı, yağmur işinlerinin uruşuyla, ma sırtkı haleti, ma postlak kavti, acayip sılık şunda bir chiroyli holatga biz chiroyli deb ataymiz. Nurg'un do'stlarimiz set ko'rinadi, lekin meteoritlarga nisbatan o'sha eng chiroyli chiqqan qism hisoblanadi. Yer ostiga qarasanglar, datlashgan bu set hisoblanadi. Yer usti tug'anlari nurg'un temir meteoritlarninki Huangjintie deymiz. Oltun rangli tömür deb ataymiz. O oltun rengi kirib ketishi necha ming yil aşağıda yetib ketganligining sababi kunlar uzluksiz tushivergandan yomg'ir yeshillar urivergandan shamol urivergandan datlashgan yerlari shamolning ta'sirida shunda silg'iyib ajoyib bir chiroyli holatni shakllantirdi degan gap. Meteorit havaskorlari yurak berib saqlayib meni qo'shmagan do'stlar qo'shib olgandan keyin qo'linglardagi taşlarni mayli eski taş olsun, mayli meteor chiqib qolarmi degan tashlaringlar bo'lsin, imkon rayoniga avatib qo'ysanglar, menga yarsa men setib olaman, boshqalarga yarsa, boshqalar setib olishi mumkin. Anadaki ma'nodagi to'mirlarni uchirtib qolsanglar, mayli eski to'mir bo'lsin yoki to'mir meteorit bo'lsin, cho'qim tashlab etmay, og'ich kelsanglar, meteorit bo'lmagan taqdirda to'mirning naqidi sota olishinglar mumkin bo'lsa.